Assalomu alaykum. Qadrli do'stlar, yaxshimisizlar? Sog'liklar yaxshimi? Kommentariya kelgan ekan. Oziq-ovqat do'kon ochaymi, stroy material ochaymi, nima ochay deb savol kelibdi. Endi meni javobim, qaysi birini ochsangiz ham pulingiz bo'lsa oching. Ya'ni pulli pul topganda qidir degan gap bor ekan. Masalan, men o'zim bu xatoni qilganman. Pul yo'q holatda men do'kon ochganman. Natijada nima deydi? Yetarlicha foyda ola olmadim o'sha do'kondan. Sababi bu masalan deylik bitta qurilma ekanda. Masalan, insonda jigar bor, yurak bor, o'pka bor va hokazo. O'shanga o'xshagan masalan mashinada motor bor, motor ichida detallari bor, hamma narsasi bor. Agar o'shani bitta detal ishlamasa, yurmaydi mashina. Ya'ni bizga foyda keltirmaydi. Bu do'kon ham xuddi shunga o'xshagan narsa ekan. Masalan, bitta detal ishlamay qolsa, foyda keltirmas ekan. Yoki pulingiz yetmay qolsa, keyin boshingizni qashlab o'tiraverar ekansiz. Buni mana bunga o'xshataman. Masalan, kimdir velosiped yasayapti, kimdir katta traktor yasayapti. Xo'p. Ikkovsi ham bir vaqtda boshladi. Bu velosiped yasayotgan o'zini cho'ntagidagi puliga qarab velosiped yasadi bir pasda. Shatto ustiga o'tirib minib ketdi. Velosiped unga foyda keltira boshladi. Endi velosipedning puli bilan kimdir traktor yasay boshladi. U traktor ramasini olib keldi, g'ildiraklar qo'ydi, boshqa qo'ydi-yu, qanaqadir motoriga pul yetmay qoldi. Nima bo'ldi desa, bu katta traktor yasayman men. Men senga o'xshab velosiped yasamayman. Men traktorda katta ishlar qilaman dedi-yu, lekin oddiy bitta shlankasiga yor ruliga ham pul yetmay qoldi, oddiy bitta ruliga deylik. Hamma narsani olib keldi, bitta ruliga pul yetmay qoldi. Arzimagan $100 deylik. Yo'q. U foyda bermaydi u traktor. Ruli yo'q-ku uni. Endi mana bu velosiped yasayotgan, u oddiygina velosipedini yasadida, shatto o'tirib minib ketdi. Uni velosipedi foyda keltiryapti, lekin buni traktori foyda keltirmayapti. Ma'no qayerda desa, u zato velosipedini minyapti, foyda qilyapti. Bu odam, "Men traktorim bor" degani bilan, bu yosh bolani o'yinchog'im bor degandek gap. Undan foyda yo'q baribir. Tak что cho'ntagingizdagi pulingizga qarab ish boshlang. Hisobini oling. Agar pulingiz kammi, katta ish boshlamang. Kerak emas. Chunki katta ish boshlab turib chala qolib, u narsa foyda keltirmaydigan bo'lsa befoyda. Yaxshisi shu ishni qilmang. Agar pulingiz yetmasa. Pulingiz yetmay qoldimi? Boshlab qo'ygansiz-a? Agar boshlab qo'yib pulingiz yetmasa, qarz olasizmi? Nimangizni sotsangiz sotib, u detallarni o'rniga qo'yib, o'sha roliga chopib kelib qo'ying. Agar traktor yasagan bo'lsangiz, yeri tagidan bo'lsa ham rol toping, sizga foyda keltirsin. Bo'lmasa pulingiz o'ldi, bankrotsiz. Mana shunday turaveradi. Bu do'kon ham shunga o'xshagan narsa. Ochsam yurib ketadi. Odamlar olib kelib o'zi postavchilar qo'yib ketadi. Bunaqa distributorlar bor, o'shalar qo'yib ketadi desangiz, u xomtama bo'lmang. Distributorlar ham ishonchli do'konga beradi. Hali ishonilmagan do'konga, yangi do'konga hech kim ishonib bermaydi. Chunki biladiki, u 100 ta do'kon ochiladigan bo'lsa, 40 ta, 50 ta, 60 ta to'kilib ketadi. Mana shu xatoni qilgani uchun. Ya'ni, masalan, men katta do'kon qilaman deydi-da, bitta pomisheniyani oladi, ichiga bunaqa mirlavka, xolodilniklar hammasini olib kelgandan keyin pul yetmay qoladi. Natijada boshini qashlab o'tiraveradi. Arendaga olgan, arendani to'laydi. Purlavkalarga hamma yoqqa puli ketib qolgan. Endi mahsulotga pul yo'q. Boshini qashlab o'tiradi, savdo bo'lib bo'lmaydi. Do'kon haligi yelkasidan nafas olayotgan kasal odamga o'xshaydi. O'lay turadi-ku. Shunga o'xshab nafas olib, oxiri o'sha ozgina o'zini o'zi qoplab turadi-da, keyin do'kon o'lib yo'qib ketadi. O'shaning uchun uni distributorlar yaxshi biladi. Mana masalan, olib kelib beruvchilar bor-ku, o'shani aytayman, distributor deb.
distributor nima ekan demangni hamma mahsulotni olib keladigan, olib kelib tashlab o'tkazib ketadigan odamlar bor. Ana shularni distributsiya deydi. Olib kelib beradi. Zavoddan oladi va olib kelib beradi. Bular o'rtachi. Ular ba'zida nasiyaga ishlaydi, masalan, sizga tovar beradi. Keyingi safar pulini olib yana tovar beradi. Ba'zilari bor, nasiyadan qo'rqadi. Naq berasan, keyin beraman deydi. Bu har xil. Bu sizni qanchalik ishonchga kirganingizga bog'liq. Ko'rinishingiz, do'konni to'la holatiga qarab bular muomala qiladi. Sababi kirganda men boyman deganingiz bilan do'koningiz bo'm-bo'sh bo'lsa, ha to'g'ri hoji aka siz boysiz, biz bilamiz deydi-da, naq pulingiz bo'lsa gaplashamiz deb ketaveradi. Do'koningiz liq to'la bo'ladigan bo'lsa, keladi-da, hoji buva, biz tovar oling deydi. Yo'talib qo'ysangiz ham kuladi ular. To'g'ri gapga ham kulib yuboraveradi. Nimaga? Siz boysiz-da. U ishondi sizga. Sizga birovga ham beraveramiz deydi. Chunki siz ishonchli odamsiz deydi. Endi u bo'm-bo'sh shumshayib tursa endi ular kelsa, "Pulingni keyin olasan" desa, "Yo'q, qo'ying-da" deydi. O'zi o'ylab turgan do'kon bo'lsa, ertaga yopilib ketsa-chi bu deb ochiq aytmaydi-yu. "Yo, endi boshliqlar endi ruxsat bermaydi-da, naq pul olib ket deyishadi" deydi. Ketishaveradi narigi kuchli do'konga borib, tovar tashlab, ishonchli do'kon, bu do'kon o'lishi mumkin degan fikrda bo'ladi. Ana o'shaning uchun do'kon ochmoqchi bo'lsangiz, marhamat oching, qarshilik yo'q. Lekin bitta odamni tasavvur qiling, hamma a'zolari bor. Bitta nervi ishlamay qolsa, odamning qo'li, oyog'i ishlamaydi, natijada u bitta but odam emas. O'sha odam sog'lom odam emas. Ya'ni xohlagan ishini qila olmaydi. Ko'tara olmaydi, yo gapira olmay qolishi mumkin, yoki yura olmay qolishi mumkin. Bitta a'zosi ishlamay qolganda. Bu do'konda ham shunaqaki, o'zini a'zolari bor do'konni. Masalan, reklamasi bor, marketingi bor, boshqasi bor, statistika bor, analiz bor, qancha sotilyapti, nima qilinyapti, qaysi polkam bo'sh turibdi, qaysi polkam nimaga bo'sh turibdi, qaysi polkam nimani hisobiga bo'sh turibdi va hokazo. Buni men keyingi videoyimda albatta men sizlarga aytaman, bu polkalar qachon qancha pul olib kelishini. Mayli, sog' bo'ling, zeriktirib qo'ymay.